Hazil aka. Seni qochirib qo'yaman. Assalomu alaykum. Besh oling yomon muxlisizmi? Bitta rasmga tushib olsam maylimi? Ha, mayli. Shunaman daraxtlar rasmga olib qo'ying mani. Prikolmi bu? Yo'q. Prikolda bu narsa nima maqsad? Yo'q, qayerdadir kameralaring bormi? Nima o'zi? Maqsad nima tushunmadim hozir. Telefoningizni oling. Aka. Qo'llasang. Menga seryoznilashmang. Nima bo'ladi? Ishlab tashlayman. To'xta, maqsad prikolmi hozir? Yo'q, maqsad qo'limni qo'yib, zo'ravonmisiz? Ularning kamerasi bor, to'shda qayerdadir kamerasi bor ular. Chiroyli gapirsam tushunasizmi yoki qahramonimni chaqiraymi? Qani, kimni chaqirasan? Qilaman, mana o'qib oling aka. Tushlaringizga kirib chiqadi endi bu. Ana, to'xting. Aka, suvimni ushlab turing. Davay. Hozir sen buni yirtasan, tushundingmi? Hazil aka. Seni qochirib qo'yaman. Kelsana, ne? O urvoradi, qo'y, hazil bu. Jinda aka, hazil. Aka, hazil aka bu. Qara chiroyli gapir, prikoling u boshqalar bilan qilasan. Chiroyli gapir faqat. Aylanib kelib ur. Aylanib kel. Shu uradimi men? Qo'lingizni oling. Men seni qochib qo'yaman. Yordam bermaysanmi? Aka, yordam bermaysanmi sen jinni? Xo'sh. Berib turing. Qaysi muzikachini yaxshi ko'rasiz? Bitta muzika. Tarkan deylik. Aka, men tarakan chuvalchilar Men eshitaman. Qichig'ini qo'yib beraman. 1 sekundda chiqarib berdik, ko'rasizmi? Yana bunda effektlari bor-da, 8 konsert Sloet variantini bitta eshiting siz. Reklama aytib qo'ysam bitta hozir. Sen qizingga yozmoqchi eding. Choy pokday. Senlarning prikollaring bor. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook bormi? Xo'sh. O'shanda любой videoning MP3 smaskachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi best practice buni nomi Sovet Instabot.